qizimni baxtiga rahna soldingiz. Robiya, Men bilan bugun gaplashasanmi? Assalomu alaykum oyijon. Yuz qo'lini yuvmasdan odam salom beraveradimi? Yo'q siz. Voy. Hayajonlanib qoldim-da sizdan. Xato qilgan odam endi bu odam bo'lmaydi degan emas. Qalaysiz, yaxshi qiz? Qo'rqib ketdim. Robiyani osonimmi? Ko'zlaring tuzalmaydi. Shifokor shunaqa degan. Eshitganmidingiz? Qarab turing. Sizga ham boqqan balo bordir. Robi, O'ylab gapiring. Allohu akbar. Yoshliginglarda muhabbatam bo'lgan o'rtanglarda. Bu endi tarix. O'tmishda qoldi Qumrixon. Yana oyijonim qizlari uchun pul sarf qilibdilar-da. Chunki hozir sen egallab turgan meni bog'im degan joyda meni ham haqqim bor. Voydod, ko'ynaging. Yaxshi qo'shiq aytarkansan, a? U xonaga bormay, u yoqda uxla olmayapman. nega? Bilmasam, alaqsirab chiqayapman. Ey Xudoyim. Nega meni bunchalik sinayapsan? Nima uchun hamma narsadan mahrum qilding meni? Na erim, na bolam, na baxtim, na uyim bor. Yoki Qumri haqmi? Men ham insonman-ku. Meni ham baxtli bo'lishga haqqim bordir. Lekin o'zgani baxtini evaziga emas. Yo'q. Axir Robiya bilan opa-singildaymiz. Uni ustiga hozir u yordamga muhtoj bo'lsa, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu hammasi kufr, shaytoniy fikrlar. Ey Xudo, o'zing asra meni. Shu niyatda kelganmiding Gulbahor? Ey Xudo, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Oyijon, Nodir akam bugun keladilarmi? Voy, albatta keladi. Kechirim so'rash uchun ham keladi. Hammasi yaxshi bo'larmikin? Albatta yaxshi bo'ladi. Siz xavotir olmang. Voy, ana, Nodir akangiz keldi. Quchoq ochib kutib oling. Xursand bo'lib kutib oling. Boring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsanmi? Mana bu shirinlik senga. Bu ham. Rahmat. Zarina, men sendan kechirim so'ramoqchi edim. Bilasan, ertalab yomonroq gapirib yubordim. Meni kechir. Men sizga noto'g'ri gapirdim-da o'zi. Sizni quvmasligim kerak edi. Baland ovozda gapirmasligim kerak edi. Xo'p, kechirdingmi? Albatta kechirdim. Senchi? Mendan so'ramaysanmi? Kechirdingizmi? Kechiraman-da, nima qilaman? Kechirdim, qani kir. Opa, biz birinchi raunddan o'tdik. Xudoga shukr, menga qarang. Ko'rmaganga o'xshab o'tiring. O'zimiz gapimiz gaplashamiz. Qaramang. Mayli. Eng muhimi yarashib oldi. Horma Seva. Charchamayapsanmi? Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Ha, yaxshi. Ikki qarashib boraman. Voy, yo'q, qo'ying. Ber. O'zim qilaman. Qani? Ha? Shu supurishmi? Nima qilibdi? Voy, namuncha qo'pol supurasiz. Qo'ying, qiz bolaga bering. Yordam beray dedim-da. Bilmasam, senga yordam bergim keldi-da. Qo'yaring.
haligi hozir men bitta narsani o'ylab turgandim-da. Nimani? Balkim men bu uydan ketganim yaxshidir. Nima deganing bu? Hech qayerga ketmaysan. Sen hozir menga kerakli odamsan. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qorni ochib ketdi. Ovqatinglar bormi? Ha, bor. Qovoq somsa pishirgandim. Voy. Qovoq somsa? Ha? Yoshligimdan yaxshi ko'raman. Ha, bilaman. Esizdami siz doim holva olib kelardingiz? Maktabga. Ha, men esa qovoq somsa olib Ha. kelardim. Keyin almashardik. Eslading-a? Robiya qayerda? Ha, xonalarda edi. Yo tavba. Nimalar deyapman o'zi? Yoshlikdagi xotiralar o'chmas ekanda. Gulbahor. Men aytganimni qilarmikan? Axir men uni foydasini o'ylab gapiryapman-ku. Aytganimni qilmasa o'ziga yomon bo'ladi. Nimani o'ylaydi buncha? Yoki Robiyadan qo'rqyaptimikan? Robiyam nimadirdi? O'zini eplay olmaydi-ku. Komlakiga qara olmasa, Gulbahor hamma ishni qilib, unga ham qarab, Komlakani baxtli qilib o'tirsa, jon demaydimi? O'zi Gulbahor ham jon deb turibdi. Sirtiga chiqarmaydi. Hammasi ichidan pishgan. Dada, oyi, kim bor? Voy. Assalomu alaykum Gulbahor opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Marjonaxon? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Ha, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Oyim yaxshimilar? Yaxshi. Bir nuqtaga termulgancha o'tiribdilar. Hay. Xayol surib demoqchi edim. Yaxshi, xavotir olmang. Marjonaxon. Men 1-2 kunga qishloqqa borsammikin deb turuvdim. 1-2 kun dam olib kelsammi deb o'ylovdim. Oyingizga qarab tursangiz agar. Opa, oyim sizni juda ham yaxshi ko'rib qo'yganlar. Undan keyin agar iloji bo'lsa yo'q demasangiz, sal keyinroq bora qoling, iltimos. Hozir imtihonlarim boshlanganda. Maylimi? Mayli. Rahmat. Oyimning yonlarida bo'laman. Xo'p? Xo'p. Charchamang. Assalomu alaykum oyijon. Voy. Va alaykum assalom. Qizim. Keldim. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, bo'ladi. Ozgina sabr qiling. Qayta operatsiya qilamiz, xo'p? Xo'p, qizim, xo'p. Shu so'ramoqchi edim. Gulbahor opa, sizni xafa qilmayaptilarmi? Bilmadim. Nimagadir oxirgi vaqtlar o'zini g'alati tutyapti. Ko'zim ko'rmagani bilan yuragim his qiladi. Ertaga Nodirjonni tug'ilgan kuni. Zarinani esida ham bo'lmasa kerak. Ha. Ertaga muhim kun. Men onalik maqomiga erishgan kunim. O'g'lim tug'ilgan kuni. Nima qilamiz?
Zarinaxonga eslatamizmi? Ularning o'rtasida muammo borligini bilamiz-a? Balki Zarina o'g'limni tug'ilgan kunini bilmas, esida yo'qdir. Chunki yangi kelin-ku. To'g'ri. Bo'lmasa aytaylik. Oyjon. Ha? Sizlardan bir narsa so'rasam maylimi? Voy, so'rang. Ertaga Nodir akamni tug'ilgan kunlari. Shuni qanday nishonlaymiz? Ularga nima yoqadi, nima olishni bilmayapman. Voy, qarang, Gulnoraxon. Shunday muhim kun esimdan chiqibdi. Nodirjonning tug'ilgan kuni umuman yodimdan ko'tarilib ketdi. Rahmat sizga eslatganingizga, kelin poshsha. Pasportlarda ko'rgandim. Barakalla, kelin poshsha. Qarang. Hozir men siz bilan do'konga borib, Nodirjonning yaxshi qilgan narsalarni ko'rsataman. Xo'pmi? Birga olamiz. Ketdik. Ketdik. Yuring. Men bo'lmasa uy ishlarini qilib turaman. Yaxshi. Xo'p, yaxshi boringlar. Xo'p, mayli. Yaxshi o'tiring. Rahmat. Komil aka bilan gaplashdingizmi? Qumrixon. Qo'ying bunaqa gaplaringizni. Komil aka eshitib qolsalar, yaxshi ish bo'lmaydi. Gulbahor opa. Mulla akam erkaklar. Erkaklarni esa barchasi shunaqa. Hayot jarayonida bilsangiz, hamma narsa o'zgariladi. Sizchi? Ishni boshlang. Robiyani Komil akani joniga teg'sing. Shunda Komil akani o'zi o'zgariladi. Faqat sizni dedi. Qumrixon, siz nimalar deyapsiz o'zi? Men bunaqa maqsadda kelmaganman bu uyga. Menga qarang. Xavotir olmang. Bu juda ham oson aslida. Ovqatini tuzsizroq berasiz. Yoki ovqatini bermaysiz. Dorilarni ham vaqtida bermaysiz. Gaplaringiz qattiqroq bo'lsin. Keyin Robiya sizdan besadi. O'zini dardidan o'zi o'lgisi keladi. Keyin Komil aka o'z ko'zi bilan ko'radimi? Robiya endi oilasi uchun zararli. Keyin qarabsizki, hamma narsa o'z-o'zidan hal bo'lib ketaveradi. Qumrixon. Bu gunoh ekanligini bilasizmi o'zi? Uzr. Lekin men bu ishni hech qachon qila olmayman. Qila olasiz. Qila olmayman, Qumrixon. Qilasiz. Yillar davomida. Siz hamma yoningizdan chetlab o'tdimi? Siz bitta bola ham ko'rmadingiz. Hey, opa. Bu sizni hayotingizdagi oxirgi shansingiz. Oxirgi imkoniyatingiz. Shuning. Hey. Menga qarang. Tosh yurak bo'lsangiz-chi. Shunda o'zingizni baxtingizni topasiz. Hech qachon qila olmayman. Menga birovlarni baxti evaziga keladigan baxt kerak emas. Dadasi. Ha? Kallamga zo'r fikr keldi. Qanaqa fikr ekan? Balkim mulla akamni Gulbahor opaga nikoh o'qitirib qo'ysak, yaxshi bo'lardi. Seni kallang joyidami? To'g'risini aytyapman. Ana mahallada hamma yoqda shov-shuv baribir. Boring, mahallaga bir chiqing. O'zingiz eshiting quloqlaringiz bilan. Komil o'zini uyiga o'ynashni olib keldi deb gap tarqatishgan hamma. Menga qarang. Nikohlari yozsa, undan keyin gap so'z bo'lmasdi. Bori. Hech bir maslahatim yoqmaydi.
Oy, tomoqlarim qirib gapirdim. Tabriklaymiz, 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 tabriklaymiz. Olajonim. Rahmat oyijon. Umring uzoq bo'lsin. Qani uyga kiramiz. Tabriklayman Nodirjon. Rahmat. Qani uyga kiringlar. Rahmat. Boramiz. Qani yuringlar. Yura qolinglar, yura qolinglar. Ey bayram. Qani tezroq bo'linglar. kelinglar. Kiring oyi. Voy. Hoshimjon aka, sizdan bitta narsa so'rasam bo'ladimi? So'ra. Marjona haqida so'ramoqchi edim. U sizni sevmaydimi? Yo'q. Meni sevmaydi. Shunchaki oila qurganimiz, er-xotin bo'lganimiz uchun majbur yashagan. Ajrashish arizasini ancha vaqt oldin berganmidingiz? Yo'q. Bir oycha bo'ldi. O'zi ancha oldin bermoqchi edim. Lekin bir oycha bo'ldi berganimga. Unga 2 xonali uy olib bersam, keyin ajrashishga rozi bo'ladi. Hoshimjon aka, men sizni umrbod sevaman. Bilasan-ku, men ham seni sevaman. Sen boshqacha qizsan. Hayotimga yorug'lik bo'lib kirib kelding. Hozir ko'p kuladigan bo'ldim. O'zgardim. Siz meni birinchi sevgan odamimsiz. Lekin Hoshimjon aka, siz baribir Marjonaning qonuniy eri hisoblanasiz. Garchi bir-birimizni sevsak ham, bir-birimizni kutayotgan bo'lsak ham, bu gunoh. Bu bizga yo'l bermaydi. Bilaman. Sen ozgina sabr qil, ozroq vaqt bersang, Marjona bilan sud ishlarimni hal qilaman. Hoshimjon aka, qancha desam mayli. Kutishga roziman. Rahmat senga. Bo'ldi, kelishdik. Kechki ko'rishamiz. Albatta yetib boramiz. O'zimiz olib ketamiz. Xo'p. Ketasizmi qayergadir? Biz dugonam Lola xollarnikiga borishimiz kerak edi, sizdami? Zarina, men bora olmayman. Muhim ishim bor-da. Bittasi bilan kafeda uchrashuvim bor. Uchrashuv? Kim bilan? Mehmon kelgan, o'sha mehmonni kutib olishimiz kerak. Mehmon kim? Menga qara, nima sen menga ishonmayapsanmi? Bu ish. Nodir aka, men sizga mehmon kim deb so'radim. Malika degan qiz. Bizning yangi hamkasbimiz. U Samarqanddan kelgan. U bilan birgalikda do'kon ochish masalasini gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Siz va ayol shunaqami? Restoranda. O, baraka topkur, biz yolg'iz emasmiz. Boshqa hamkasblarim ham bor. Kim bor? Qancha erkak, qancha ayol bo'ladi? Nima? Sen meni tekshiryapsanmi? Men sizni tekshirmayapman. Men shunchaki bilmoqchiman. Siz meni birga olib borishingiz kerak edi. Lolaxon bilan uchrashmoqchi edim. Siz lekin Malikaxon bilan ketarkansiz-da? Zarina, ey. Bo'ldi qil. Jahlimni chiqarma meni. Ha, gapirma o'rtoq. Voy, jonimga tegib ketishi shum kampir. Nima deysan? Voy, xudo asrasin degan. Tavba qildim bunaqalardan boru. Uy.
Ha? Telefon qilaman. Gaplashaver. Kim bilan gaplashyapsan? Bu haligi o'rtog'im bor-ku, mahalladagi. Ha, bo'ldi. Bilaman. Sen tinimsiz hamma dugonalaringga meni yomonlab chiqasan. Yo'q. Meni yomonlab, yashab, bu yerda o'tirgandan ko'ra. Bor, ket, chiqib ket. Kim seni bu yerda ushlab turibdi? O'g'lingiz. Yo'q-a. Meni o'g'lim seni hech ham ushlab turgani yo'q. Uy olib bermayapti-yu. O'shaning uchun ham keta olmayapman. Bahonang qursin seni. Shu bahonang ham qurib ketsin-a? O'g'lim, Oyi, nimaga bu ovozlaring baland chiqyapti? ko'rmaysizmi, meni rashk qilyapti-da. Voy. Ayol kishi bo'lganidan keyin erini rashk qiladi-da. Nima? Seni rashk qilmay, qo'shnini erini rashk qilsinmi? Oyi, bu meni ishim-ku. Ish bo'yicha bir Malika degan hamkorimiz bilan ko'rishyapmiz. U mehmon. O'g'lim, qizishma. Men seni juda ham yaxshi tushunaman. Lekin sen o'zingni xotiningga yotig'i bilan tushuntira olmading-ku. Uningiz menga ishonmasligini aytyapti. Chunki u seni sevadi, hammadan rashk qiladi shuning uchun. Rashk sevgini ramzi, bolam. Xo'p, Xursand bo'lmaysanmi? Xotining rashk qilganiga. xursandman. Hozir men nima qilishim kerak, oyi? Hozir uni oldiga borasan, unga aytasan. Xohlasang, keyin yur, men bilan birga uchrashuvga borasan deysan. Borasan. Qanaqa qilib ishlayotganingni ko'rib keladi. Oyi, men uni yosh bolaga o'xshab ortimdan ergashtirib yurmayman-u. Xotiningmisan, xotining guldek xotining bor. Nima qilib toborsang? Mayli o'g'lim, shunaqa qilib yaxshi bo'lib ketadi. Olib bormayman, oyi. Ey! Aytganimni qil. Uyalasanmi xotiningdan? Men seni onangmanmi? Xo'p. Bor. Ay! Ey! G'alvadan boshim chiqmay qoldi. Ehtiyot bo'ling. Keling. Gulbahor, Ha? tinchlikmi? Ha, tinchlik. Qanaqadir g'alati bo'lib qolgansiz. Nimaga unaqa deyapsiz? Ertalab dorimni icha olmadim. Bermadingiz. Voy. Esim qursin. Esimdan chiqib qopti-ku. Ishlar bilan chalg'ib qopman. Hozir olib kelaman. Xo'p. Hozir kelaman. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asal qizim. Yaxshi keldingmi? Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Mana Robiyaxon. Yaxshi keldingizmi, Umidaxon? Oling. Oyi, bu doringizni ertalab ichishingiz kerak emasmidi? Meni esimdan chiqib qopti berish. Gulbahor opamga e'tiborli bo'ling. Xo'p, qizim. Qizim, Gulbahor opang menga e'tiborli. Gulbahor, siz borib ishlaringizni qilavering. Xo'p, boring. Rahmat. Sen xavotir olma. Gulbahor opang menga tunu kun qarayaptilar. Ish bilan bo'lib esidan chiqib qopti-da. Mehribonim o'zimni. Oyijon. Chaqirtiribsiz. Chaqirdim. Eshiting. Gap bor. Eshitaman. Demak, Marjona oy. Uyni hal qildim. Ha. 2 xonali uyni. Bu yaxshi gap. Rostdanmi? Uyni
senga dadang olib beradigan bo'ldi. Tushunmadim. Qanaqasiga? Nega dadam olib beradi? Buni dadangdan so'raysan. Dadang bilan gaplashib olasan. Xo'p, mayli. So'rayman. Siz ham tushuntirib berarsiz, a? Yaxshi. Tushuntirib beraman. Qara. Seni dadang meni akamdan qolgan bog'ga egalik qilyapti, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'sha bog', ya'ni bog' seni dadangga meni dadamdan qolgan. Bu bog' esa seni dadangga meni dadamdan qolgan. Akamga esa dadamdan qolgan. Demak, bog'da mening ham haqqim bor, Marjonaxon. Bilmadim. Buni aniqlashtirish kerak. Dadamdan so'rash kerak. Men dadangga aytdim. Ana endi qolganini borasan-da, o'zing yaxshilab so'rab olasan. Ammajoningiz aytdilar. Menga uy olib berar ekansiz deysan. Yo'q. Menga uyni o'g'lingiz olib berishi kerak. Nimaga meni dadam olib beradi uyni? Hech narsani aytmayman dadamga. Aytmasang aytma. Unda o'tiraver. Boshqa yo'l bilan oladigan meni bunaqa pulim yo'q. Xonim. Shunaqa bo'ladi. Marjonaxon. Alo, Umida, yaxshimisan? assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Salim? Yaxshi. Nima bo'ldi? Opa, haligi Ha, tinchlikmi? Oyimga nimadir bo'ldimi? yo. Nima desam ekan? Ha, gapir, nima bo'ldi? Opa, Gulbahor opa o'zgargandek. Nega unaqa deyapsan? Oyim dorilarni ham vaqtida bermayaptimi? Tushunarli. Xo'p, ertaga o'zim borib gaplashaman. Dadamga deymi? Yo'q, dadamga aytmagin, o'zim borib gaplashaman, xo'p? Xo'p. Xo'p, bo'pti. Xo'p, opa. Zarina. Men senga gapiryapman, Zarina. Senga gapiryapman. Xullas, hozir men senga bir gap aytaman, eshit. Eshitmayman. Menga qara. Sen men bilan birga uchrashuvga borasanmi? Siz bilanmi? Ha, men bilan birga borasan. Borib o'sha yerda ish yuzasidan gaplashganimni ko'rasan Malika bilan. Mayli. Boraman. Yaxshi. Birinchi biz Lola xolanikiga boramiz. Keyin ikkalamiz kafega boramiz. Men balki keyin sizni yana rashk qilarman. Siz bilan borsam, mendan yana xijolat bo'lmaysizmi? Bu nima degani? Nimaga xijolat bo'laman? Xijolat bo'lmayman. Bilasanmi? Birinchi marta ayol kishi menga bunaqa mehr ko'rsatishi. Rahmat senga. Rahmat rashk uchunmi? Rahmat sevgi uchun. Bilasanmi? Rashk sevgining shamdoni. Qani tez bo'l. Qani bo'la qol. Men pastda bo'laman.
Sevara? Nima bu? Qayerga ketyapsan? Nimaga sumkangni ko'tarib olding? Hoshimjon aka, men qishlog'imga qaytaman. Men to'g'risi kecha tuni bilan o'ylab chiqdim. Siz hozir Marjon opani haqiqiy erisiz. Men sizni hayotingizda ikkinchi ayol bo'lib yashay olmayman. Sevara. Meni eshit. Sensiz uyimiz huvillab qoladi. Ozgina sabr qil. Qishloqqa ketma. Bu uy seni ham uying. Lekin Marjon opachi, Marjonani men hal qilaman. O'zim gaplashaman. Va'da beraman, Sevara. Ber. Bilasanmi? Men seni sevaman. Va'da beraman, seni baxtli qilaman. Bo'ldingmi? Bo'ldim. Nodir aka, men bugun bir narsani angladim. Xo'sh, nimani? Sevgi faqat pul, gul, boylikda emas ekan. Sevgi bir-birini tushunish, ishonib yashash va bir-biriga chidolishda ekan. Sen meni ustozimsan, Zarina. Men ustozingiz emasman. Siz mendan kattasiz-ku? Menga qara. Gap yoshda emas. Gap aqlda, ko'ngilda bo'ladi. Ketdingmi unda? Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulbahor opa, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zi yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi, Marjonaxon? Rahmat. Bir narsani gaplashib olmoqchi edim. Ha, mayli, tinchlikmi? Tinchlik. Shu eshitishim bo'yicha oyimni dorilarini vaqtida bermayotgan ekansiz. Yo, mayli, berib qo'yavering. Haligi endi ro'zg'or ishlari bilan o'ralashib qolyapman-da. Oldin boshqacha gapirardingiz. Yo'q, bilmasam. Bu o'zgarib qopsiz. Nima bo'lyapti sizga? Tinchlikmi? Haligi yoki sizga kimdir nimadir dedimi? Yo'q. Yo'q. To'g'risini aytavering. Yo'q, ozgina charchabman shekilli, Marjonaxon. Tushunarli. O'zingiz bilasiz. Baribir bu qizlik uyim. Oldilarida ko'p yonlarida bo'la olmayman. Shuning uchun oyimga o'zingiz yaxshilab qarang. Sizga ishonaman. Mayli. Uydamilar? Ha, dam olyaptilar. Kiravering. Men oldilarida bo'laman. Mayli. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Hoshimjon aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? O'sha mavzu bo'yicha gaplashmoqchi edim. Marjona, biz bu narsani 10 marta gaplashdik. Meni qarorim bitta. Uy olib berishimni kutasan. Uyda gaplashmoqchi edim, ketib qopsan. Oyiz, dadamga uyni olib berasan deb. Nima? Ha? Oyim bilan ishing bo'lmasin. Uyni men olib beraman senga. Bo'pti. Shu oyim ham nimaga aralashar-kin, ha? Tinchlikmi? Ha, tinchlik.
Marjona bilan tortishib qoldinglarmi? Yo'q. Shu meni uydaligim xalaqit qilyapti-da. Balki men ketarman. Qo'ysingchi. Nimalar deyapsan? E'tibor berma. O'zim hal qilaman. Bo'pti, hozir kelaman. Oyi, ha bolam, Men ketdim. shoshma qizim. Qani, yuzlaringni o'pib qo'yay. O'pib qo'yay. Seni mana shu chiroyli yuzlaringni ko'rishni juda ham sog'indim, qizim. Tuzalib ketasiz oyi. Ko'rasiz hali. Ha. Mayli. Endi bora qol. A'lo baholarga o'qigin, ha? Yo'ldan ham ehtiyot bo'lib o'tgin. Xo'p oyi, mayli. Bora qol. Xo'p. Bor. Ay, tezroq ko'zlarim ochilsa edi.